sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'rmadingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'imiz haqiqiy sofliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor naga bo'lsaq bu sarkarda. Ko'rayotganinglar azizlar, Şinjan Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasi. Bugungi sonimiz orqali sizlar bilan ko'rishganimizda intayin xursandmiz. Bugungi aziz mehmonlar biz uchun bizning muqam ansamblining danglik muzikanti, aslida ta'tilmakan muzik atratining munavvar muzikanti, kino artisti, aktyor G'olibjon Hitam. Şinjan Sanat Yurti Milliy Musiqa Orkestrining ataliq muzikanti, Sabo ansambli va Abdullah ansamblining musiqa yetakchisi Mardon Maxat. Albatta bugun yana bizning aziz mehmonlarimiz ichida boya sizlarga tunishtirib o'tgandek, G'olib Hitamdan boshqa bizning Sabo ansambli va Abdullah ansamblining musiqa atratining atrat boshlig'i Mardon Maxat ham bizlar suhbatda. Aldı bilan Mardon Maxatni hamda balkim bizga qiziquvchilar, bizning naqsh musiqalarimizning havaskorlari albatta Sabo ansambli orqali to'lgan. Bundan burun Mardon o'zining o'sha idoradagi xizmatlari bilan bir tanishib chiqsak. Men to'liq o'ttirishib turibdi san'at institutiga qabul qilinib, G'ejak kasbida qabul qilindim. G'ejak kasbida o'qidim. Maktab bitirib chiqqancha o'zimizning qiziqishi bo'lgandan keyin shu qo'limizga to'yqisa gitar chiqib qoldi vaqtida. U maktabda to'liq o'tirdi, o'qiyotgan vaqtimizda G'olibjon Abay deb o'tgandek sizlar shu opera o'makning repetitsiya zalida paylan qilayotgan vaqtida Dolanning har qanday narsalarini Dolan naqshdan repetitsiya qilayotganda men u vaqtda teshidda G'olibjon sen to'liqsiz o'tirdi. Men to'liq o'tirdi. 95-96 to'liq o'tirdi. O G'olibjon melqi başkalarının oyununda marab ko'rgan bilan shu bizim shu vaqtda shu marab ko'ryapmiz. Maktabdan qaytib kelib, o kuni somka va toz aldirab qoradan kirsam bir guldir qaras. To'xta. Yana boshlabdi dayraktisini. Palaqsh belqi derizdan atlib ko'rdik u yerni. O vaqtda dedik tekchid manda to'g'lamaydi, manda turimizda vaqtda yaxtashliqda isakcha kichik. Aşağı turuyor, balı çupamız. O Şirali Kamba, Anver Kamba, o Ablacan, Tursuncan Kamp, bu G'olibjon. Bu naqsan havas qilayotgan ish. Qilayotgan voy bu men rasmiy qilib Anqaramay voy bu nima ish bo'lib ketdi. Bakirqi ichiga kirib o'tirib ko'rib baqsam, mash jarayonni bir bilib baqsam. Shuning bilan shu qiziqishda ma'noq maktab san'at institutiga qabul qilinib shu vaqtida men qiziqdim bu kasbga. Ben o vaqtida gitarni to'liq amday qilma, gitar degan bir kasb bor bilib turib. Bas gitarda bir bir xil gitar bor. Anvar Yunus deb bir odam bor. O bizning qalbimizda bu sizlarni ko'rsam, amday men udu boramayman aka. O'slar aldirash xizmatda biz o'qiyotgan bo'lgandan keyin basli putlik asham olib qolamizmi-ki, bunday olib qolamizmi-ki deb, lekin shunday bir intilish va ichiga kirib, repetitsiya jarayoni bo'lsa, u yerda ne qo'ysa, ashada yursak, ashtal bir intilish bor. Şunu da G'olibjon kirgil qo'yimdi. Ben şu vaqtda sening manda danglik gitar, bas gitar o'zimdan bilgan bo'lsam, u yerda ko'tarib chiqib shu paylanishida o'tag'izib qo'ydi. Shu vaqtda shu G'olibjonga bir hamda qo'shnimiz orqali qarsak parangiz turibdi.
qo'shimizning bolasi men bilan tanishib kuch ketdimda. Dadamga desam, qalbim katta ishimizni akirib qo'ysam manda. Repetishni ko'rsa. Desak, u ham ma'qul dedi. Qalbim bilan dadamiz paranjib turibdi. Mashta ishni biz kirib ko'rmoqchimiz qalbim. Men Yodining boshlig'idan bir so'ray. Deb qo'yibdi kirib ketdi. Balkim shu vaqtda shu tuzum shundoq repetishga sirtdim. To'g'ri deysan, shu tuzum shundoq o'zimiz tuzgan. Endi bir kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin bir tashkilda u. Biz bu yerda 9-10 aylan repetish qilyapmiz, ammo bu xizmatga ta'sir yetkazib qo'ydi deb hech kim kirishga bo'lmaydi. Uni ichida boshqa faoliyat bo'lmaydi. Kirimiz repetish qilamiz. Ishdan tushganda to'liq chiqamiz, anda bundoq shu tuzumlayapti, shunga hammamiz onglik bo'lsin. To'g'ri tushunarsan. Kechirib so'raymiz endi. Shuni bilan shu qiziqish bilan mendim, men endi ma'lum topolmadim. Ancha-muncha to'rlardan u vaqtda Lushanday degan narsa bilan ba'zan inchik narsani oqyondirib ko'rish uchun meni qo'yibdi. U hozirgidek epik emas. Bizning endilikqa Mardan bilan tunish jarayonimiz ajibak murakkab emas. Chunki bu bolaning ash qo'rg'od bo'lgandan biz davomli ko'rib yuradigan bolalar. San'atkorlarning bolasi, Mahatkamning o'g'li, opasi ataqli usulchi, Mahatkamning amaliyotda usul kasbida voyaga yetgach o'qib, nurg'un usulchi bolalarni tarbiyalagan bir ustoz endi. Ammo davomli shu juyanda ko'ramiz bu bolalarni. Asta-asta cho'ng bo'ldi, lekin Mardonning mo'shinchilik bir kuchli havisining orzusini bog'lig'ini men bilmayman. Bu nurg'un bolalarimiz bor, qo'rg'oda cho'ng bo'lgan. Bu inchga egiz bola bo'lgan. Nerede ko'rsa aka deb shundan adabimiz cho'ng'an bolada bunday aytganda. Adab bilan salom soatlari joyida ish qilib baland bolada. Sabah ansambli taklamakandan keyin qurilgan yana bir ikkinchi qatam qurilgan ansambli biz tarafidan qurilgan. Qanday bir ehtiyoj desang, shu vaqtda taklamakan ansambli sabablar bilan tarqilib ketdi. Muzikantlar taraf ketdi. Sen idarada ishlab ketdingmi? Shu qolgan muzikantlar hammasi o'z joylarida Shirali Xotanga ketdi. Anvar Beijingga ketdi. Shunday ishlar bilan bu bir ko'nglimizda bir yig'in qolib qoldi bizning. Bir afsunarli ish bo'ldi. Biz ilgari keyin bu bir yildak taklamakan ansambli hatto sen bilan biz shu do'lan jutlarini o'z madaniyatini yerlik alayda günümüzde tumshqi borgan. Tumshqi 15 kun yurganmiz o'sha. Qashqarlik berib, sayfing deymiz-ku. Sayfing qilgan. Ajoyib bir o'tgan. Ammo biz kutmagan bir oqibat shu taklamakan ansambli tarqilib ketishi. Ayni vaqtda bizga Qozog'istondan, Qirg'izistondan taklif kelgan. Shunda bir ta'sir ko'rsatgan. Nemishqa desam, biz eng oxirida tarqilib ketishning g'arbisida biz cho'qim bir xotir qoldirishimiz kerak deb shu tayyor emasmi? Necha oy raptis qilgan narsa bo'lgandan keyin juda Anvar akamning Luyimpingda shu chaqdagi bizning operaning 3-qavatida bir nihoyat ilg'or Luyimping qurilgan. Shu Luyimpingda biz shu butun chaqan tirik muziklarimiz bilan bir xotir qoldirgan. Ovoz yozgan buncha. Ovozga yozib 7-8 kun ishlab ovoz bit taqatgan. Bundan boshqa naq maydonning ko'rinishlik dastlabki VCD chiqqan. Shu 2006-yilga kelganda shu ansamblning ta'siri nurg'un bolalar masalan sizlar gitar bilan tanishib biz o'rganmoqchi bo'lib degandek jamiyatda bir qizg'inlik ko'tarilgan. Tirik muzik chaldiganga, jonliq ijroga. Taraf-tarafda ancha-muncha bolalar endi jonliq ijro qilganga havas boshlanib ketgan. Bu vaqtda biz bu qitim yana bir qitim naqshkechilik o'tkazdiganga bir nima qilib qoldik-da tayyorlab. Shuning uchun men buni tashkillashim kerak. Men o'yladim endi jiroqdagi u burungi muzikantlarni yig'ishmoq biroz apsiz ham qiyin keldi. Bir ansamblni bo'pmi Tengshan Yodini beqish bak tas ishchi bu. Uzun mezgil davomlashtirib bilimiz bor. Texnik tas. Shuni ona maqitim qanday qilsam Ablat bilan maslahatlashimiz. Abdusamiymi bor. Ma dedim vallah atrofimizdan amal bormi shu bizning yenimizda atrofimiz urumchilik bolalardan. Andan shu muzikaga qiziqadigan, o'tda qiziqadigan eng muhimi. Andan saposi yaxshi.
aile, yaxshi aile terbiyelengen balalardan, yaş balalardan tapaylı. Bunda olganda, birisi, ma balalar mesela, biz bulardan çoğun, biz ötken 10 yıl burun bir cemiyetinin ki vaqtida qilgan bo'lsak 2006-yillarda qilmoqchi bo'lgan kechiligimizda shu davrni ro'y aks etish kerak. Buni yosh bolalar bizdan bakroq biladi. Eng muhimi mijoz yaxshi bo'lsa, o'zining ishına bir qobiliyati bo'lsa, qolgani raptisda hal bo'ladi degan bir shart bilan bolalarni qo'yib etdim-da. Qo'yib etsam shu ablat menjallar muncha izlanib Merdanni bir namzat ko'rsatdi. Mana Dumbaqmi kerak? O çağda Abdusalam baka bu ikisi davamlıq birlikte. Hazır bizning dağlıq daciviyetçi endi bu. Merdanni bana tavsiye qildi. Sarkarda Alkuyar yurishlik isbotlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sopliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinusida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda tish pastlari tish va tish milik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qotadi. Sarkarda Alkuyar yurishlik tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik tish pastalari. Sarkarda. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastalari. Bugünden itibaren sabah bizning ansamblening ismi bo'lsin. Aşk ko'nglimizdagi shu afsuslik tuyg'usini tugitayli, biz cho'qim bir yaxshi bir narsa qilayli. Debza shuni bilan bir tavakkul qildik. Merdan kirdi tunishdik. Abdusalamni bu tatib keldi. Shu raptisni boshladik. Shu bizning birinchi sabah ansamblening birinchi kunida biz boshqanda tunishdik. Hisobda rasmiy a'zo bo'lib kirdi. O çağda qolgan muzikantlar hamda masalan jampan bo'ladi, ili bu jam abla hatta ablat ablikimmi bizning jampan bo'lib qolgan. Nurmuhammad neychimi jampan bo'lib qolgan. Muzaffar bu jampan bo'lgan. Baxtiyor deydigan bizning Aminaning bir inisi bor. Mehmetcanda bir soat o demeli Qarmayliqning Shirzatning keyingi sabah ensembleda Mehmetcan yo'qdi. Bunu bek qiyin bir sharoitda bunda tashkillanib, uni yo'tkab, buni yo'tkab, bu Merdan Mahat, ondan Merdan Osman bizning dajiyu edi. Merdan Osmanning bek yaqin bir do'sti bor. Parg'uzat. Bizning yaxshi sevimli inimiz Dabchi. U mu dajiyu edi. Biz dajiyani filmfora qilamiz davomli. Nimish qilsa Uyg'ur naqshlarida udar sal boshqacharak Aslında o raptis qildik, bir necha oy raptis qilib, naqsh kechiliklarni o'tkazdik, har xil o'yinlarni qo'ydik. Bo'pmi? Mushu sabah ansambl qurilgandan keyin o chaqda bozorlar keng ochilgan, madaniyat bozorlari. Oq-oqidan yangi naqshlarni chiqardik. Seni bilan bizning Janubiy Shinjong, Shimoliy Shinjongda men hisoblab baksam biz 200 maydon yaqin o'yin qo'ydik. Shu vaqtlar esingda bormi? Tunji qettimda bir berib bir 30'ını içmeydi ama 40 meydan. Deslep Ürümçi'den çıkanı yürüyen çıktı. Tunji resmi şunu koyuyen çoğu çıkan vakti mı? Keyin asta çünkü o vaxtdaki şaraitlar mı nimti? Pek yaxşı emasdi. Meydanlar top meydan yo'q, üstü uçuq meydanlar. Ha, üstü uçuq meydanlar. Vallahi bek kızgın lekin. O ancha-muncha o yurtning madaniyat idoralarininki aşağıdaki xalqlar muzikalarimizni yo'tkab unda qilish bilan to'xtab mana sen qo'yishni bilmaysan, ilish bilmaysan, bir yerimizni bir narsamizni buzib qo'ydi deb o'zlarimiz shahar xalqning oq ko'ngillikligi. O'shunda shu ar Japonimi tatdiq, lekin bak ko'ngilli. Shunda ko'ngilli. Ba'zi yerda to'kning bismi yetishmaydigan bir ish qilyapti. Tumbaqda vaqtida yapışam. Yani saksın su kuvvetkenlikle ha. Tok besim yetmeyen avvaldan çıktı. Çünkü hemen az tokudan boğan kim? Bu bez besim yetişmiş avaz çıkmaydı kan. İşla.
Aşı oyun koysak adamcık. Yazlık kinoxonada adamcık. Aş patmaymışna sen etraf ağımızdımı adam. Merdalının kuçuğudımı adam. İşte çaldığın gibi. Merda Pergizat ikisi dacıyam ya oturdu. Yenidla. Tamaş bulla. Lekin qiz eti o yani. Acayip bir yaxshi ko'rar ekan shu vaqtida. Sen olam biz bir 93-yilmi bir chachanda uyan qo'yib esingda ama Abdullah vaqtida yatay qildan oxirida. Va bizim bir Peyzahmet'te bir ağınımız var. Bu ağınımız darvoza qaraydi. Asl dekoratsiyachi bor. Lekin ehtiyoj shunday. Kirgizmas bo'ldi nima? Bu qilmaydi. deb Şola bir biçar deyxan bir daraxtni o'tirdirma, daraxt quchoqlab ko'ribdi Abdullah. Naqshlaganda gumbaqishdi bir chiqsilgandan 10-15 ni qo'ygan vaqtida toz bir naqshni 20 qo'ygan. Adam o'ldi. Buzur qarasi. Paras qoldingna. Chiqsa o janobdan to'plar o'ylak to'pida. O'ylak adamdan men yerman bundaq to'pida. Abdullah o'qiyvergan to'p. Öyle Peygamber'de kapılıp gittik bu Abdullah dedi. Ah ko'ngilda bir kirgizversan bo'lmadi bir odamga nim bo'ldi bu. Bu kirgizversan bo'lmadi. Bela dağdak pul yo'q. Bizim kirgichi ishni oldida muzikantlar orqadan kirimizda biz kirgichi bizga qisilib bir marta deb qaysi shu qaysi. Ha, deb oy quchoqlab ko'rib ay uyquga ketdi. Bu mo'nliq naqshini jiq o'qib ekan bag'inam. Ay, çavak çalım dep aşağıda serilip çıktık ne? Merakın üstüne diyor. Ha, bu adam öldü. Dedi o polaks bu ağınımız yügrep çıksak ay. Öyle kadar ama yerim topu da ama git. Abdullah okuyuram. Unda işlemcik bulduğan. O nima biz endi dastlabda ansambl deganni endi biz ko'rib ya amanda bir his qilib keyin boshlagan vaqtimizda biz asosan shu chet el naqshlari chunki bizda u vaqtida shu taklimakan muzika tartibidan boshqa bizga o'rnak ulgu yo'q. Ulgu yo'q. Biz shu faqat shu chatniki yoki davlat ishchiniki nimalarni naqshlarni muzikalarni ashni o'ginib ba'da qildinglar shunday shu bu ansambl qurilgandan keyin bizga bir sakna bo'ldi-da, bizga bir bo'lib afsonishimizga bir sharoit bo'ldi. Uning ustiga belki sizlar yig'ishtirib aytgan dolalini anandikin biz başladık yani. To'xtatdi. Biz bu vaqtda bu naqshlarni repetiz qilib, balqib, chalayli deymiz. Naqshchi yo'q. O narsalarni bu naqshlarimiz ba'zida o'zimiz yosh kichik bo'lgandan keyin o'li ya ba'zi aytib ya joyiga akab bo'lamiz. Asl ta'm yo'q ular. Asl ta'm yo'q. Ba'zan chatni narsalarni ancha-muncha bir o'qishtirib qilsak, u vaqtda kashf qiliblarga nisbatan bu yangilik bo'ladi. Va shunday bir nim bo'lgan. Keyin shundan bilan bu oxiri o'zimizning narsani chalg'anga bir fursat bo'ldi. Bir repetiz qildik, o'yinlarni qo'ydik. Japonning tat Ama tüzümçe ha. Tüzümçe. Aş başlık taklamakan demiş şundak bizge emniyet idare kılsak, bu Gayret Kam, Ahmet Kam qatarlıq akıllarımız Nicat Niyaz, emiş billi uyan koydan adlı Nicatlar. Tüzüm qattiq tutuyor. Bu tüyenge düşkende, bir tüyendeki ammaga intayin yaxshi ta'sir berishimiz kerak. Retlik, intizamchan, nayt angliq degan ta'sirini berishimiz kerak. Tüzüm shunday. Andın biz davamlıq bir maşin yükünü birle elip mağamız. Dekorasiya deyimiz, müzik, esvapları, jinşan, hemmini maşinaga besip barımız. Çürüştüz, qaçılaştız deydiğen bir gap var. Bugün 10 minutda maşina qaçılap bolmasa, deyitdik 10 minutda pak biz qaçılap, çarasız bağlapla. Çaq çökdüsün deyimiz. Ertesi bugün 9 minut dep aşında ustup gidedik ya. Muş ballı mı? Ablakan bir git var. Çaq beqiraydı o deydi. Çaq beqiraydı saat 9'da o çaq şu maşin qo'zg'ilib bo'ldi degan. İşte qaysi harbiy tuzum bo'lmasa qarab bo'libmi? Ma tension ödü deganda ayaqdan, mayaqdan ay nosin tanlab ekilgan. Her yer adamdan ki sening mijozing bir xil bo'ldi. Bu harbiy tuzum qilmasang, hammasi o'z oldiga usta bo'lgan ekan. Bir-birisining gapini anglamay. Bir kam kilish testda. Şunolda zaten bir intizam, bir teşkil, tüzüm bulmasa, netçi muzikant mesela diyenzçalı gumban çağılındığın esemezde. Aşı 7-8 muzikant birleşip şu
biz talab qilgan bir benzoni yasab chiqargan bo'lgandan keyin ideya birligi bak muhim bo'ladi. Biz muhaqqa deymizmi? Shu balla billa uzun mezgil birga yurib, bir-birini ideyasini, bir-birini fikrini tushunishadigan ittifoq, ijil, inoq bo'lib ketganda, ondan degan maqsad kelgan ekan. Bu texnikami bor. Texnik cho'qim mashq bilan hal bo'ladi. Chunki buni qanidi bor. Tashkil tuzum, ideya birligi bo'lgan ko'ndirish kerak-da. Bu keyin degan bu bolalar men saniga chiqiblar. Deb bir narsani boshlasam, mana bunda qarab turiblar, benzo qilgan bo'lib ketgan. Qaysi yo'nalishga mosam shu yo'nalishga. Bu mana rasmiy uzun mezgillikqa o'zaro sirdish, billa ishlash jarayoni bo'ladi. Ustozlarimiz bilganlarini aymay debberdi. Telefonda olsun ya qanday olsun oldum ancha-muncha bilan egallab o'rgandim. Bugun texa Anvar akam bilan paranglashib. Aka mustaq bir ishda G'olib akam bilan işte bir faoliyatga bormoqchi. Siz bo'lgan bo'lsangiz bunday qiz yetdi desam, paranglashdik yaxshi bo'lib. Anvar akam doktorxona ekan. Salomatligi qiz yaxshi emas. Ukam hozir doktorxona davolash qilyapti. Deb shunday dedi, bizdan paranglashib bir nim qilgan takaras. Aka bir nim qilsangiz, shopping bir avat bersangiz. Deb shunday desam, men bek doktorxona bek labdur düşüp ketdim. Yuying qilib deb. Yuying qilib deb bir avatibdi. 我是贝斯手 Hannibal， 很高兴能够通过好久不见这个栏目与大家见面，同时期望阿卜拉以及乐队越走越远越远。 rahmat. Anvar akam orliqda bir salomatligi xila yaxshi bo'lib Urumchi kelgan bir fursatda bir ko'rishdik. Shu odammi shu? O'ylaydi shu vaqtda ishlarni. Manda Güzel eslimeler. Çünkü biz o adamdan şu gapni so'raymiz-da. Qanday manda deb. O güzel eslimelerni abay paranlarni biray qur deb turdi. Bu Anvar o'zi rasmiy tushuntirdi Mikolxon. Ondan muzikada haqiqatan bizga rasmiy cho'ng bir ulgu odam u. Sen degandek uni keyin o'sha saqsiz bo'lib qolganini bildim. Ammo shu biz Taklimakanda taqab ketgancha bir qatim aerodromda ko'rishib qoldim. Nayt aldirashmayapti Beyjonga. Shu yerda bir ko'rishib qolgancha ikkinchi ko'rishamedim. Salomatligi yaxshi bo'lmay qoldi. Burunqidek muzika ishlariga aralashmayapti hozir. Shu davolanayotdi dedi. Ta bugungacha mana seningdan xabar anglayapmiz. Herhalde salomatligi yaxshi bo'lsin. Aslab turmiz do'stimizni. Biz uchun yaxshi tilaklarni tilaganligiga rahmat. Endi sen demak aloqalashib turibsan Anvar bilan, ha? Aloqalashib turibman. Chunki ko'nglingga, sening yuragingga musha hozirgi sen yaxshi ko'rayotgan bas gitarni urug'ini chachqan odamda u. Shimol oshi deydi ekan. O'zimizning arzu armonlari shu odam bizga bir ta'sir qilishga qo'zg'alganda Anvar akam men o'tirib o'zining shimol oshisini deb berdi. Men bu gapga diqqat qilmabdi ekanman. U kim? Paranglashib o'tirib shimol oshining gapi chiqib o'zi shu qumulda shu men kichik vaqtlarimda dedi. Vovka deydigan xabar. Cho'ng To'g'ri. ma'lumotimiz bor. Menga shu odam ta'sir qilgan. Bu odam bir qo'shnimizniki bir uyda bir mundaq bir yig'ilishda bu odam shu gitar chapdi-da shu yerda. Bu Anvar akam shu uyga kirsa, odamning qo'shnisining uyida vaqtga qo'yib, "Men kiraman uyda" deb shu kirib o'tirib, buni shundan keyin u mehmonlar uzab chiqayotgan vaqtida shundan qarshi gitar qilib qolganda qo'shni akangga. Shuningga yamishib yurib, men mana shunday yaxshi ko'rib, mushkasini qilgan. Ma o'sha odam meni chimol oshirim deb degan vaqtida lekin men lekin to'xtab turdim. Endi damalliq o'ziga diyammidim. Lekin menga hozir deb turibsiz, men uni do'rab degandek bunda bir nima qilib qo'ymaydim-da diyammidim, lekin men o'ylab baqsam mening emas. Shu Shinjonniki nurg'ulgan shu gitarchi, bas gitarchi ballaniki chimol oshisi Anvar akam ta'sir qiladi. To'g'ri. Chunki Anvar akamni u vaqtida chash uzun gitar gitar 6 tarix qilgan bu deb ashtu bas gitar deb bakan deb biz Anvar akamdan tonigan. Shuni Anvar akam Anvar shu muzikal tug'ilgan bola. Boshqa ish qilsang qamashtirolmaydi. O boy sen degandek u bek samimiy odam, muzika kelgan bo'larmi? Faqat joliq aralashtirmaydi.
Aş müzikli bo'lsa, kecha hiç uxlamay müzik çalsam o zirikmaydi. Ama müzik bo'lmasa, onun belki bir tügü soyab bermedi desem o acaba. Vay unamaydı o. Acayip. Demek merdan sen resmi Enver'nin okuvcusu desek bulduk yani. Neymiş kadıysan? Kara Teklimakan ansambılının şu etraf başlığı şu Enver şu. Müzik yetekçisi. Keyin Sabah ansambıldı mı sen? Şu etraf başlığı. Ondan Abdullah ansambıldı mı yani Abdullah ansambılı hazır mı? Ba. Lekin bizde hazır kesbi faaliyetler köp emas. Lekin ben işinime yana hayt desek lo hit deb turadigan balla tek etrafımızda. Kesbi faaliyet bo'lib qolsa. Şu Abdullah ansambıldı mı sen etraf başlığı? Bu vazifasini o'tadi. Mush jarayonda biroz ilqi etraf başlığı degandiki uning bu o'ziga tushliq besimi bor. Odatdagi muzikant emas degan gap. Nurg'un taraflarda masalan kasbiy yetakchilik tarafda, ondan boshqa tashkil tuzum jihatda degandek. Ma'g'uz sen bo'lgandan keyin xeyli yenik to'xtagan. Sana o'zingga qanday bir sal ortiqroq besimingiz qilgan? Yo'q. Men chunki bolalar pek chiqishib, pek jipslashib ketdi. Va har qanday ishni, muzikani ishlanib qilish olsun, u yana oldi keyindagi ishlar olsun, bolalarimizni pek jipslashib ketganki, uni estirishni, u his qilganmi fursat bo'lmadi. Ham ba'zida ancha-muncha qaylar repetitsiya vaqtlarida papichi qilib qo'ydilar. Sen azroq tezlik qilib qo'yamiz, lekin umi shu eng oxirgi maqsadimiz shu muzikaning yaxshi chiqishi uchun bo'layotgan ishlar. To'g'ri, bu yerga yig'ilgan bolalar xuddi shu mardonga o'xshash. Ya'ni Dajiya mardonga o'xshash. Hamma a'zolar o'sha o'tdek bir yurak bilan yig'ilgan bo'lgandan keyin qiziqish o'xshash bo'lgandan keyin nurg'un tarafida ideyalar bir yerdan chiqqandan keyin jiq gapmi ketmaydi. Bo'pmi tashkil tuzum jihatda. To'g'ri. Bizning boshdan tortib ta'kidlaydiganimiz eng avval tashkil tuzum yaxshi bo'lishi kerak. Vallahi shu deyishim yo'dining mush a'zolariga xos bir umum sapa bo'lishi kerak. Bo'lmasa bir-birimizni boshqurdigandan keyin qolsak, biroz chechilang'lik bo'lib qoladi. Hamma bolalarni ayt angliqdi. Biroq buni o'ylasam, turib papichi qilib qo'ydigan yerlar bor. Bu bak asradimasa Absalom shu 13-yildagi naq maydon kechiligida Ablakamdan xabar var. Resmi bir jenshan qildi. Chunki Do'mboqchiga nisbatan butun a'zolarimiz ishlaydi. Chili. Mesela Qozog'istondagi shu kechilik bo'lsin. Absalom resmi to'xtada. Men yerib qolmayman-ki. Bu azroq mashq qilsam, azroq bir badan nimamni telerimni oshirolsam bo'lmaydi. Men hal deyman-da uni. Qilmaydi. Lekin resmi uni badan jihatda, bu jihatda qildigini qildi. U bir ishni deydi, qildi. Ashirib ashak apurib qo'ydi. Mardan Parg'uzat bu ish qilsa endi bak chiqishgan guymilar qo'y. Guymi birbirine. Ana da manchal, mana manchal. Bu uningga yashash qanday boshqa ketmaydi. Men tili xizmat sababidan joyi ketdi. Shuni bilan Memtili pushtin deydigan bir gap bor. O ayakka ketdi, shuni bilan bu yoqda gitarchini Abdullah ansamblida qaytadan nim qildik. Jampandi Muzaffar o Shanxay ijodiyatda o'qidi. 5 yil bu jarayonda Sabay degan Mehmetjon. Inimiz keldi, mijozi bek yaxshi, bek bilan bo'ldi. To'g'ri. Bu tevanchilik bilan qanday ishimiz bor? Shakining mijozi yaxshi o'qashi. Ay, rahmat do'stim. Yaxshan ko'ldi ko'rishaylar. Ablakamdan ishga gap bor. Birsi xato besib qolma. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat bilan kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuyish tuyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Sen bir udarni artıq urversan yoki bir ovozing xato ketib qolsa, u meni qulqimga kirsam, sekinlik menga ta'sir qildi. U mening chiqayotgan ovozimga menga cho'qim ta'sir qildi.
Shuning mushunga diqqat qilinglar deb arlab gapni o'tib ketgan gap bizga tezda tamtirab ketdimiz biz. Ay shu 13-yil kechilikda 8 chiqishini oldi. Oho, to'xtabdi. Buni qattiq diqqat qilmasa olmaydi. Yan birisi har qanday bir sorunda, mayli cho'nglarning, kichiklarning, tanishlarning sorunda bo'lsin. O'zingizga dasmanglar. Siz o'zingizga dassanglar, atrofingdagi al-ag'inanglar, atrofingdagi hammalarni o'ziga tan dasgan bo'lsin. Chunki o'zingizni kamtar, ortiq aralashmay, o'zingizning ishi bilan jim yuringlar. Abdulakam bizga o'jatdi tarbiya qilib. Uyani qo'yib bo'ldik, uyani qo'ydik, yotoqda aytdik. O'tirib xalmatgan ishkisi jig'itni yapalını. Famiyemiz deb o'ni ko'rdi. Bir kun to'yqis yotoqda tursak, yotoq chiqinglar. Hamma xalmatgan ishkisini oldida birdan famiyemiz kash olgan tez paloq jumel. Hammasiga tayyor qildik famiyamiz. Hamma famiyamiz balni hammasi tayyor qo'ydi. Nima bo'ldi? Yeyishdi birdan. Birinchi, hamma asosan birinchisida o'ktilgan. O qiziqga qara. Qiziq suvni qo'shib tas dumlab qo'yib, bizning tajribamizda u Xalmurat bilan ikkimiz kech qo'samiz eshitib, familiyaning birdan yelida pishqanda og'zini ichibla och qo'saqda desak, men u kirib hammadan qo'rqishdi. Birinchi qo'shiqni shunda ilibla bu ikkimiz kulib qoldik birdan. Balalarni hammani degizib tayladi. 7-8 familiya meni dumlab balalarni chaqirib birdan yeymiz desak, bu balalarni kech qo'saq ochgandik inamoqdi. Mimaqildiq adam chiqmabdi-da u kuni. Mimaqildiq adam chiqmabdi. Birga ataloq chiqsak, kechib ketdi. Atigan ma'nodan nima qochadigan deyman-a. Ichiblan merda yigina. Kulak. Abdusalom, uni ichib. Apli bir ardı qıssal alsaydı hammamiz birer o'qidi. Shu bola o'tiribmi, masalan, ustozlarimizning men Anvar kamlar bilan samoq yeyib o'tirib fursatlar bo'lib qolsa, Yashirlik kam, Shirali Abdurish, Tursun kam idarada. Men hozir Tursun kam bilan bir idarada. To'g'ri. Paranlarimizning orasida chiqib qoldi. Abdulla akamningki shu burunqi ishlari sen deb bergandek faoliyatini biroq onlaymiz. Ana lekin ashlarmi dedi. Sen Abdulla akamning deganini qilib kavatsa. Shuningga mush hozirgidek holatga kavatsa. Bir adam ta'sir qilish kerak ekan. To'g'ri. Men ba'zi o'tirib bolalar deb qoldim, ta'lim bor menda deb. Nim ta'lim bor, men shu ashuna bir qo'rada, ashuna bir sharoitda, ashuna bir ustozlarning orasida cho'ng bo'lgan. Bu bizniki bir talay. Endi bunda talay ham odamga kelivermaydi. Balki mendan yaxshi muzikant, mendan yaxshi bas gitarchi va yoki shu vaqtida mening sharoitim shular bo'lib qolsa, mendan yaxshi muzikant nurg'un bo'lishi mumkin. Lekin bu menga kelgan bir sharoit, bir talay. Shunga bundan qo'shib chin tutilish kerak. To'g'risini sen yetakchilik qilgan Sabo ansambli, Abdulla ansamblidagi barliq a'zolar almashqanlardan tortib ish qilib bir qitimmi biz bir o'zaro qapoq turishib qarishib qolgan yerimiz yo'q. Gapni ayt siliq. Ammo oxirgi natijani bolalar biladi-ku. Masalan, ikki oy raptis qilamiz. Raptisda qanday buzilish, qanday tuzilish u degan raptis jarayoni. Eng oxirgi maqsad o'yinda shu birinchi darajadagi holatda, eng astoydil holatda Aboy Mardan degandek birmi ovoz xato besilmaslik kerak. Uni taq jazosi bor. Naqmadan ijro qilib uni. Masalan, Mardan ketib bir ovoz xato bosda naqshchi uyutchi adash o'zing bilsa. Shu bu 8 chaqadamiz ham. Benzoda bir ovoz xato ketdi, shuncha bir hayajon hissiyatlar aytayotgan butun narsa tugaydi-ku. Aşağıda diqqat qattiq bo'lindi, ma hissiyat tugaydi. Balkim tekstim ezishim mumkin. Diqqat cho'qim ta'tilda shay. Shunday oldu. Men u qaysi ovozini bilmayman, chunki biz davom qilishayotgan. Bas gitar Mardan bu degan hamma inkas kap bo'ldi-ku. Shu narsani bo'linib ketiblar tekst. Hamda ashada Mardan agar bir ovoz besib ketsa, ashada to'xtatma. Bizning qoidamiz shu-ku. E'lon qilish. Ashada shu naqshni to'xtatib, bizning benzolmaganlikka qachon to'xtatsak bo'lardi. Merdan xato bosdi. Hozir deb e'lon qilib o'shadi. Xalqning oldida oshkor qilib o'tmadi. Bunidan baq o'qitdi bolalar. Chunki hammamiz to'g'ri chalsa, jampan bir ketsa yo dumboq bir ketsa,
nima degan satchilik u o'y muayliq necha oy paylan qilib raptis qilgan bola mushuma deb qolsa deb bak astoydil shuningga ish qilib tashkil tuzum bak yaxshidi qalaymiqini yo'q bolalarning qalaymiqini bo'lib qolsa ketish kerak ya Onun cezası var. İşte düşkenlik mi cezası? Shunda bir yaxshi hayot o'tgan biz xalqimizga ozdir ko'pdir xizmat qila olgan adash. Mayli Taklimak ansambl bo'lsin, mayli hozir Abdulla Sabo ansambllari bo'lsin. Biz qilmoqchi bo'lgan o'zimiz arzu qilgan sohada, kasbda, yaxshi ko'radigan ishimizda har biringlar bilan birga shunday bir ko'ngilli hayotda xalqning ehtiyojini chiqimizda bir oz to'la ish qilgan. Shundan faxrlanamiz Mardan. Men mush munosabat bilan Taklimakan, Anvar Shireli, Farhod Tursunjon, qatorliq boshqa yana Ablajon muzikant do'stlarimizga bizga shunday bir ma'nili hayotni o'tishiga hamdam bo'lgan do'stlarimizga. Ondan Sabo ansambli, Abdulla ansambldagi Mardandan boshqa yana Mardan Usmon, Parg'uzot, Mehmetjon, Ablajon Changchi, skripkachi Abdusalom, Shirali, qatorliqmish barliq do'stlarimizga Olimjon, gitarchi, Pushti. Biz bilan birga shu Sinjanning har qaysi sanlarida bizning shu madaniy faoliyatlarimiz qatnashgan, mo'rni taraf ishlagan bolalarimizning hammasiga o'zimning chin yurakdagi rahmatlarimni, ehtiromlarimni yo'llayman. Rahmat sizlarga do'stlar. Oxirida suhbatning oxirida sening turmush va kasbiy hayotingda o'zing minnatdorligingni bildirgan bo'lgan insonlaringga bir ikki qiz yurak so'zliging bo'lsa so'zlasan. Buldu aka, men shu oldi bilan opam dadamniki bilan shu kichigimdan tatib yaxshi sharoit, yaxshi tarbiya ostida o'zlari japotasini qarib qo'yib, işte bir yaxshi fursatlarni yaratib, hozirgidek garchi bak ko'ngildagidek katta odam bo'lib ketmasakmi, bir hozirgidek holatimizga kelishimizga nurg'un jafolarni tatdi, nurg'un ajrlarni singdirdi. Ularga rahmatimni aytaman. Onun sirt mening shu xizmat vaqtlarimda, sirtda faoliyatlik vaqtlarimda, kechilik tayyorlik qilayotgan vaqtimda bolalarni yaxshi o'z izida tarbiyalayotgan, hamdam bo'layotgan ayolimga rahmat aytaman. Singlim rahmat. Ondan sirt sizlarga ustozlarimga rahmat aytaman. Men bo'lmasa aytdim. Bu atrofimizdagi shu ustozlarimizniki tarbiyasi, ashlarning yetakchilishi menga jiq ta'sir ko'rsatgan. Men ularniki o her bir inchki menga masalan mush ustozlarimiz bo'lsin, mayli gitar jihat bo'lsin, mayli kontrabas jihat bo'lsin, ustozlarimiz astoydil muomala qilib, astoydil ketgan menga. Shuning men shularniki shunday astoydil bir ko'z qarashni qarg'iniga rahmat aytganimni sir ta'laylikman deb qo'shilmadi. Rahmat ukam. Suhbatimizni bak o'zir oldik. Umuman bizning bugungi suhbatimizning asos temasi adash qan'in minnatdorlik tuyg'usi. Chunki davrimiz shuni talab qiladi. Davrimizning odamlarning ko'ngli shuni talab qiladi. Biz bir-birimizdan mamnun bo'lganligimiz cho'qim bir-birimizga ochiq oshkor aytishimiz kerak. To'g'ri. Chunki yaxshi do'st ruhiy uzuqqa muhtoj, xuddi gul suvga muhtoj bo'lgandek, parvishga muhtoj bo'lgandek, ko'ngillar o'zaro ruhiy uzuqqa muhtoj. Shunga yaqin do'stlar doim bugünkidek suhbatlarda bo'lishini va bir-biriga o'zining ko'nglini izhor qilishini, bir-biriga ro'y uzuq bo'lishini, minnatdorlik tuyg'usiga to'yinib, bir-biriga rag'bat bo'lib, qo'lni qo'lga tutib, mo'rni tirab, hayot safarini doim xushal qo'ram birga o'tkazishini chin dilimizdan umid qilamiz. Ko'rayotganinglar Shinjang Sarkarda xalqaro savdo chaklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan Xo'sh keldingiz programmasi. Men Abdulla, kelar qismda ko'rishaylik. Xayr.